Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh bugundan boshlab tavhid bobiga oid 40 hadislarda o'qib chiqamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan tavhid bobiga doir 40 hadis. Olamlar Robbisi tavhid borasida Nabiy sollallohu alayhi va sallam hadislaridan to'planma degan kitobni o'qib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi hadis. Tavhidning fazilati. Usmon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: kimki la ilaha illallohni bilgan holida vafot qilsa jannatga kiradi. Muslim rivoyati. Ikkinchi hadis. Tavhid odamlarga vojib bo'lgan narsalar hamda unga odamlarning chaqiriladigan narsalarning avvalgisidir. Bu haqda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislarini o'qib chiqamiz. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni Yamanga jo'natayotganlarida dedilar: siz ahli kitobdan iborat bir qavm oldiga ketyapsiz. Agar ular oldiga borsangiz, ularning la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb guvohlik berishga chaqiring. Agar ular siz uchun shu narsada itoat qilishsa, bas Alloh ularga kunduzi va kechasi 5 vaqt namozni farz qilgani haqida xabarni bering. Agar ular siz uchun bu narsalardan itoat qilishsa, Alloh ularga boylaringizning mol-mulklaridan olib faqirlariga beriladigan zakotni farz qilganini xabarni bering. Agar ular siz bundan itoat qilishsa, ularning eng yaxshisi mollarini olishdan saqlaning. Mazlumlarning duosidan saqlaning, chunki u bilan Allohning o'rtasida parda yo'qdir. Buxoriy va Muslim rivoyati.